2 kun oldin Oqtoshga qarab yo'l oldik. Nimagaki, bundan 10 kun avval farzandim mazasi bo'lmadi. Borib ko'rsak, doktorlar laringit deb tashxis qo'ydi. Juda qattiq yo'talyotdi. Kechqurun yo'talni eshitib, men rahmim kelar, to'g'risi. Ichimdan nimadir uzilgandek bo'lardi. O'sha payt ota-onamning qadrini tushunib yetdim. Albatta 10 kun davomida dorilar berdik, har xil muolajalar qildik. Foydasi bo'lmadi yo'tali uchun. Isitmalari yaxshi bo'ldi, lekin yo'tali uchun foyda bo'lmaganiga onam Oqtoshga olib chiqqan dedilar. Oqtoshga mana chiqdik. Nilufar dam olish maskanidamiz. Bola Allohga beadad shukr, kecha mana 2-kun bo'lgan bo'lsa, tunda umuman yo'talmadi, Xudoga shukr. Ertalab endi bir qalqib turibdi. Qalqib turadi, lekin hozir biz Nilufar dam olish maskaniga kelganmiz. Shu Oqtoshda havo toza, kechqurun qushlar chug'ur-chug'urni eshitib maza qilasizlar. Basseynlari bor, sharoitlari zo'r, детский площадкалari mavjud. Ovqatlari juda ham shirin. 3 mahal ovqat beriladi. O'sha to'laydigan to'lovlarning ichida. Xonalari ham ozoda. Sizlarga Nilufar dam olish maskanini tavsiya qilaman. Kelinglar, agar allergiya yoki astma yoki bir o'pka bilan bog'liq bo'lgan kasalliginglar bo'lsa, albatta shu yerdan shifo topib ketasizlar. Allohning panohida bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar.